Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betining hurmatli mushtariylari. Munbirimizga yangi qadam tashrif qilgan qarindoshlar. Xush keldinglar. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda dangliq yozuvchimiz Xalida Isroil apayning Ona daryoni izlab nomli kitobi. Ilgari bu kitobdan bir necha asarni o'qib bergan. Bugun hozirlarga sunmoqchi bo'lganim Upuqdagi izlar nomli asar. Bu Xalida apayning marhum opasini yod etib yozgan asar. Asar sal uzunroq, shunga bir necha bo'limga bo'lib o'qib beraman. Xo'sh, boshlaylik. Upuqdagi izlar. Qashqardagi Hazrat qabristonligi mangulik sukut ichida edi. Egiz sagü teraklari qabrlarga sarg'aygan yo'pirmoqlarini tevissiz to'katdi. Turib-turib anglanib qoladigan mungluq xatmi Qur'on ovozi. Kimlarningdir bo'g'ilib yig'lagan ovozi sukutni bir pasga buzatdi-yu, xuddi g'urg'ur shamoldek, suv yuzidagi yenik do'lqinlardek tezli g'oyib bo'ladi. Sukut yana asliga keladi. Qator qabrlarda yotgan ulug'lar va yo'qorlar, boylar va namratlar, erlar va ayollar. Bu dunyodagi barcha yaxshilik va yomonlik, orzu, armon va hasrat, nadomatlardan qo'l uzib, abadiylik qo'yniga singib ketgan edi. Ashu sukut ichiga, ashu tuproq ostiga qanchalik ajoyib va ta'sirli hikoyalar yoshirilgandi, ha? Ana, bu gumbizi qo'pirilganiga ancha uzoq bo'lmagan qabriga qarang. Uningda yotgani bir ona, ajoyib bir ayol. U ashu qorong'u yillarda jiroq bir sahrodan jaholatlik, xurofotlik, feodallik odat kuchlari, paranja va erlik hukmronligi ostidan botirlik bilan yo'lqinib chiqib, ilm, ma'rifat egallab, sonsiz sabiy qalblarni ilm nuri bilan yo'ritgan ma'arifchi. Ozodlikdan keyin Uyg'ur ayollari ichida hokimiyat organlarida ishlab, xalqning e'tirof qilishiga erishgan eng dastlabki ayol rahbarlarning biri. U hayotini xalqning xizmatiga va farzandlarga bag'ishlagan edi. U hayot yo'lida va xizmatda er kishilarmi bardoshlik bera olmaydigan o'ngishsizlik to'salg'ularga yo'liqdi. Qalaymaqanchalik yillarda kurash pepan sazoy qilindi. Turmada yotdi. Uy besotlari bulab talandi. Tushunishmaslik chatki qiqishlarga uchirdi. Hayotning oxirgi yillaridami kasal, yolg'izlik azobi tortdi. Biroq u hammaga bardoshlik berdi. Uning hayoti mayli amal mansibi o'rlab ishlari ro'naq tepayotgan vaqtlari bo'lsin, yoki peshkanlik, umushsizlik ichida bo'lsin, ajoyib qiziqarli rivoyat tusiga ega edi. Yillarda madaniyat inqilobi yillarida uning kechirmishlari kishilar orasida rivoyatdek keng tarqalgan edi. Lekin yillarmi, nam shuhratmi, amal mansabmi va yoki jafo mushaqqat, umushsizlikmi uning tug'ma, to'g'ri so'zlik, keskin, ammo sodda mijozini, hamma ortiqchiliklari bilan odamga xos yetarsizliklarni o'zgartirmagan edi. Yaxshi kunlardimi, yomon kunlardimi u yanala u edi. Yengilganiga tan bermaydi. U hayotni qizg'in so'yatdi. Uning egiz bo'y bastiga,
İşki uçi yuqurga kötürilgen qoyuq qaşları astideki nurluq közleri de. Sel tom, jaramlıq avazı da. Ulturup qopışı da iniq ifadelenip turduğan özgece micaz karakteri kişide ixtiyarsız hürmet tuyğusu qozgaydı. O teniqtin toxtab, doktorlar ahirqi qitim onun karveti etrafıda paypetek bolup atkan minutlardı mı? Onun vücudida aşu özgeçilik roşan ifadelenip turadı. Onun çırayı süzülüp, qaş kirpikleri üsüp qalgandek edi. Közleri çıng yumulgan bolsumu, çırayıdan çıkıp turgan qandaqdır bir intiliş. Ləvlərideki sus külümsirəştin goya yeni bir dünyani körüp atqandek, yoki yeni dünyaga qadam qoyuş aldıda, hayat mamat çegrası da ixtiyarsız keynigi burulup, jiraqtı qalgan gödəklik çağlarga qiyalmaslık içide qaravatqandek bilinetdi. O, menin apam Salime Talip edi. Aşı çağlardan tartıp, jürükümde bir avaz yangraşqı başlıgan edi. Her qitim apamның qabrisi aldıda yükünüp olturğunumda, yoki apam işletken, qolu tekken, onun hedi kelip turgan birer narsani körgünümde, bu avaz bir-biriga ununup, xuddi iqin sudek ravanlashib ketadi. Odatda o'zi haqida so'zlashni xolamaydigan apam go'yo ko'zlarini yumup yetib, mayin shamolning shevarlashidek muloyim ovozda o'tgan ishlarni bayon qilib berayotgandek. Apamning ovoziga agishib, ashu ishlar, odamlar xiyolimda jonlanib, ko'z oldimdan bir-birlab o'tayotgandek tuyulishga boshlaydi. Yengishahar noyisidan 25 kilometr yiroqlikda Qashqar Xotan tosh yo'lining bo'yida Yapjan deydigan bir qarimi bozor bor. Tosh yo'l bilan kesishib, qiyri daraxtning yiltizidek taraf-tarafga shox ayirib, kent mahallargacha eqib boradigan o'stan uning jon tomiri. Uning ikki yiqida dehqonlarning ko'ni o'ylari, dang saroylar, egar jabduq charchinmal do'koni, temiga sarg'ayib ketgan gezit, parpur qog'oz, rasmlar chaplangan satrashxona, tom to'rislari islashib qaridab ketgan oshbuzul, navoiyxona, gazmolchi, tunikchilarning do'konlari qator o'rinlashgan. Sal nerideki pishiq ixishdan yasalgan masjid pakar ko'rimsiz uylarning orasida alohida ko'zga tashlanib turadi. Her seshanba kuni bozorning hamma tarafiga tutashgan yo'llardan at eshak, to'ga harbilarini haydagan savdogarlar, elib satarlar, atliq, eshaklik, piyoda bozorchilar, chorva mollar yo'llarga tiqilishib, bozor markaziga qarab oqadi. Kun qiyilg'icha bozor xuddi varaqlashib qaynavatgan qozondek qaynaydi. Kun qiyilganda bozordagi odam, harva, at uloqlar yana to'rt tarafga tutashgan yo'llar orqali tarqalishga boshlaydi. Kashqurun cho'ldarab qolgan bozor osmonida, teraklarning uchida laylab yurgan chang to'zon uzoqcha besiqmaydi. Yo'l maydonlarga to'lgan axlat, chavar, beda saman qalduqi, at uloqlarning tezaklari toki kishilar tozalab etmagicha jangdan keyingi xarobelikdek ko'zga ko'ngilsiz tashlanib turadi. Kechining qurg'oq, to'zonliq havosida qaysi bir kash qolgan yo'lovchining mungluq so'zib aytgan layligul naqshisi.
At taqsının şeğil taşqa urulğandaki avazı anlanıp turadi. Adetki günlərdə bazar ətrafidagi bekar tələb yaşlar kövrük üstüdə yoki taş yo'lda g'ujmak bo'lib turishdi. Yo'ldan birər natonish yo'lovchi yoki qiz cho'qonlari o'tib qolgudek bo'lsa, ko'zlari teshilib ketgudek qarashdi. Texi bir ikkisi qiz cho'qonlarga surkilib, nochilik qilib boqadi. O'stangning dug'atdek aqadigan suyida qachonla qarsa Kavı qo'saq, yalang'ash o'g'il balalar cho'milib o'ynashadi yoki badallariga qip-qizil layni suvab, oftobda qaqlinib yotadi. Mana bu mening qalbimdagi mangulik yapchan basir. Mening ota-bovam aşı bazardan 8 kilometr yiroqlikdagi To'nliq kentida yashab o'tgan ekan. Buningdan bir necha 100 yil ilgari Kösen daryosi bilan Yoparg'a daryosining suyi bak ulug' bo'lib, daryolar doim eqinini o'zgartib turadi ekan. Kelkun mezgilda daryo teshib, daryo atrofidagi yerlarni ko'l sozliqqa aylantirib o'tganlikdan bu yerlarda qo'mush, o't-cho'p, dal-daraxtlar bak qo'yuq, uchar qush yovvoyi hayvonlarmi ko'p ekan. Qish kirganda bo'lsa, bu yerlardagi suv to'nglab aynakdek qetib ketadi ekan. Atiyozda to'ng'i hammadan keyin eriydi ekan. Shunga bu yer To'nliq deb atalgan ekan. Aytishlari qaraganda, mening ulug' bovam chorva, yer zamini ko'p, haj farzi ado qilgan taqvodor odam ekan. Uning o'g'li Palta Hacim dadasining mal dunyosi va shon shuhratini texam oshiribdi. U Badamxon ismli ayolga o'ylinib 5-6 balaliq bo'pti. Balalarning cho'ngi qiz bo'lib, hammadan kichik ikkisi o'g'il ekan. Cho'nglarning hikoya qilishicha, ashu yillarda Palta Hacimning qo'ylari qo'tandan chiqib bo'g'icha oldi Kösen daryosi bo'yiga yetib berib bo'ladi ekan. Palta Hacim qizlarini taloliq qilib bo'lgandan keyin yurtqa nazir berib, 2 o'g'lini ayoliga topshirib, haj safariga otlanibdi. Badamxon egilikni qo'liga elib, erining yo'qligini chandurmay 6-7 oyni o'tkazibdi. Angacha hojilarning oldi qaytib kelishga başlaganligini anglab, erining yetib kelishini taqatsizlik bilan kutibdi. Bir kuni u cho'chiri ichib o'ltirsa, sirtdan birsi oldirab kirib, "Voy Badamxon, Palta Hacimning haji maqbul bo'pti" debdi. Maqbul degan gapning ma'nosi haj qilish jarayonida o'lib ketibdi degan ma'noda. Issiq cho'chirni puvlab amdila og'ziga solgan Badamxon bu xabardan cho'chib, hiq qilibdi-da, orqasiga yiqilibdi. Nima qilishini bilolmay qolgan kishilar amal tepib bo'lg'icha Badamxonning ko'zlari oliyib, tiniq to'xtabdi. Ko'zni yumib ochqicha orliqda ota-onasiz qari yetimga aylangan kichik o'g'illar yig'izar qilishib qapti. Ağaçları, erleri ve çoğun bulup kalgan bala çağqılarını başlap kelip, ata-anasının mal dünyasını bölüşüptü. 2 oğulunu bolsa, balağatki yetküçe növet bilen bakıdığan bulup bütüşüptü. Oğullarının çoğunun ismi Yusbahun, kiçikinin ismi Talbahun bulup, Yusbahun aksiyraqa mayil kök gözlük, Talbahun buğdayın qanşarlıq iken. Günler günlerini qo'g'lab, aylarni qo'g'lab, yillar o'tibdi. O'g'illar cho'ng bo'lgan seri ayni chaqda fuqalarini bag'riga besib, chiroyli va'dalarni bergan ochilarining va ularning erlarining chiroyi bulutliq osmondek tutilishga boshlabdi.
Oğullar birer ağaçsininkide hep tuturup boğuça, yana birsininkiga qoğlanıdı eken. Yeni bargan yeridimi ochiq chiroy mehribonlik ko'rmaydi ekan. Nanning kuyiki, ishning eg'iri, til, haqorat, tayoq to'qmoq o'g'illarning ekan. Paltajimning bir jup arzuluq o'g'li, kiyimlari jul-jul, ochliqdan bir tera, bir ustixon bo'lgan holda qo'tallarda, to'nur boshlarida, bulung pishqoqlarda yetib qo'pib yurib, chidag'usiz ig'ir kunlarni beshini o'tkazibdi. 15-16 yoshlarga kirib qolgan chog'larida yurt kezib jahondarchilik qilish niyatiga kelishibdi va bevafo tuqqanlarini qo'yni tarib yurtini tashlab hash qilish ham tijorat uchun g'arbga mangan karvonlarga yollanib Anjonga keldi. Anjonda Qashqarliklar intayin ko'p bo'lib, yerlik kishilarga yollanib ma'dikorlik, tomchilik, yog'ochchilik qiladiganlarmi? Navoiyxona, oshxona, rabat, saroy ochadiganlarmi? Cho'ng savdo ishlari bilan shug'ullanadiganlarmi? Xeyli bor ekan. Akufkalar gohida Anjon temi so'qib, gohida Qashqarliklar oshqonlarning o'chqig'i o't qalab, qochi yuyib, keyincha navoiylik qilib, ancha-muncha pul topgandan keyin Qo'qon, Marg'ilan, Toshkentlargacha berib tijorat qilishibdi. Yoshli cho'ngroq Yusuf Axun Baldurla o'zini o'ngshab, hash qilib kelgandan keyin yurtiga qaytibdi va o'ylinib, bola chaqiliq bo'lib, umrining oxirigacha 105 bo'lib o'tibdi. Talib Axun bo'lsa, bir necha yildan keyin yurtiga kelib, ancha-muncha yer elib qo'yib, yana moyasi suv qotdi. Yana Anjonga ketibdi. Bu O'rta Osiyoni o'z ichiga olgan Sovet ittifoqi zaminida g'oyat zo'r o'zgarishlar yuz berayotgan davr bo'lib, Talib Axun bu yerdagi o'zgarishlarni ko'rib, anglab, yurti bilan selishtirib, cho'nqur xiyollarga cho'midi ekan. Odamdek yashash uchun cho'qim pul bo'lishi kerak. Ammo pulning bo'lishla kifoya qilmaydi ekan. Odam yana o'qib, tarbiya elishi, savodsizlik, nodonlikdan qutulishi kerak ekan. Bizning yurtdagi qaloqlik, namratlikning yiltisi dal shu savodsizlik, nodonlik ekan. Talib Axun musofirchilikda oshxona, navoiyxona ichib yiqqan pulini beliga tengib, qalbida ochiq aslimalarni qoldirgan, ammo yanala kech-kunduz xiyolidan chiqmagan to'pilang yurtiga qaytib kelganida yeshi 30lardan eshib qolgan ekan. U kelibla ko'ngliga pukkan planlarini bir-birlab amalga oshirishga boshlabdi. Nurg'un yer, mol chorva setib oldi. Qashqardan eng donliq ustalarni akeldirib, o'zi Anjon taraflarda o'rgangan, ko'rgan katta uylarning pasonida cho'ng bog'liq uy soldiribdi. Shu atrofdagi hol o'qiti yomon emas. Qutlug' cho'ng ismlik bir kishining cho'ng qizi Cho'lponxonni amriga oldi. Biroq xeyli yillargacha farzandlik bo'la olmay, Savtaxun ismlik bir yetim bolani, keyin Halimxon ismlik bir yetim qizni beqib oldi. Uyda 2 bola paydo bo'lib, uzoq o'tmayla Cho'lponxon homildor bo'lib qoldi. Er-xotin ikkilan Xudoga chin ko'nglidan tashakkur aytib, xushallik andishi ichida tunji farzandining dunyoga kelishiga intizor bo'lib, kunlarni o'tkazibdi. Rostimni aytsam, opamning menga bo'lgan ta'siri nihoyat cho'nqur edi.
U daim özünün keçirmişlerini sözləb, qalbimdə ademilik ölçəmlərini müstəhkəm turğuzatdı. Onun keçirmişleri hem külkilik hem naiti içinişlik edi. 9 aydan keyin bichara anamni 3 keç gündüz qiynap tug'ilibdi men. Kindik ana jinchiraqning yo'ruqida farq etolmaganlikdanmi o'g'il bola deb qilib dadamga "Boy aka suyunchi bersizlar, Rostamdek bir o'g'ilga dada bo'ldilar" debdi. Dadam suyunchini berib bo'lib, mening qiz ekanligimni bilgandan keyin "Qiz bola bo'lsa-mu, mening pushtim, Xudoning bagini" deb meni bag'riga besibdi. Molla chaqirtib, qo'y so'yib, osh etib, azon tovlatib, menga Salimaxon degan ismni qo'yibdi. Apam taq turqi chiroydila emas, mijazdimi o'g'il bolaga o'xshaydi ekan. Uning ustiga ota-onamning urug' tuqqanlarining e'tiborlab hamma ishda royiga beqishi natijasida texmi o'z so'zlik, yuraklik qilaman degan ishini qilmay qo'ymaydigan bo'lib o'sibdi. Bovam uni o'g'il boladek qizim deb erkiletdi ekan. Uni davomliq uyan buyanga mangdirib, gap kiselib qo'yib, kaynidan maslikka kelgan holda qarab o'ltirib ketdi ekan. Har qancha xato ish qilib qo'ysimi, aldirab xafa bo'lmaydi ekan. Men 4-5 yoshlarga kirganda inim tug'ildi. Ota-onamning xo'shliqidan beshi osmonga yetdi. Shu kunlarda hamma odam yangi tug'ilgan erkak bilan bo'lib ketib, men bilan hech kimning kori bo'lmaganligi. Har qachon meni ko'rsila chiroyi ichilib ketadigan, meni quchqiga elib erkiltadigan dadamning meni ko'rmagandek udul tug'utliq onam bilan fukamning yeniga oldirishi. Onamning yeniga kirib, karvetiga chiqmoqchi bo'lsam, onamning "Sen endi cho'ng bo'lding, to'la erkilima, neriroq tur, fukamning bir yeriga qo'ling tegib ketdi" deb jimiliganlari. Meni apash qilib ko'tirib yuradigan Halima ochamga esilsam, "Osh xenim, ner turg'ina, men oldirash" deb silkivatganlari xotiramga shunchalik cho'nqur o'rnishib ketgan edi. Bir kuni o'ylada yolg'iz qo'rchoq o'ynab o'tirsam, Savutkam yenimga kelib, Salimaxon ukam, xanacham o'g'il tug'di. Endi silinib baxmaydi, fikrlarini baqidi. Silini bolasi yo'q kishilarga 2 tovoq kepakka tegishlaydi" dedi. Bu gapga rost deb ishonib qolibdiman. Cho'nglar rostila meni kepakka tegishibatmisin deb o'giziga chiqib balaxonga mo'kinib olibdiman va shu yerda qo'rchoq o'ynab o'ltirib uxlab qolibdiman. Uydagilar meni kecha-kecha izlab o'ra-to'pa bo'lishib ketibdi. Dadam Savut akamga qattiq kayibdi. Onam to'li yig'lab, suti tortilib ketibdi. Әтсі түшті үсті бешімға тозғақ yuqtirgan holda uyga kirib kelganimda uydagi hamma kishi bas-basda quchqiga elib erkiletishib ko'z yosh qilishib ketdi. Onam meni yana chaqirib ukamni erkiltishimga qarab kulib turdi. Shuningdan keyin bir yeniga meni, bir yeniga ukamni elib yotadigan bo'ldi. Dadam әтіден кәшкіше етесін кірмейдіған ішшан адам еді. Адетте бәк қатылан вақытларда анчы-мұнчы мәдикар ялғандан башқа дейқанчылықның хүдістіден өзі ялғыз дегедек чықатты. Қойларымызның қышта Савдакам өзі бақатты. Yazdı болса таққа апырып етішетті. Çoğlarının etişçe qoylarını taqqa Qashqar orqali haydab opiradi ekan. Shahar ichida qo'ylarning
mayaqlışıға yol qoyulmağanlıqdan şəhərgə az qalğanda qoylarga yem-xəşək berməydi ekan. Şəhərdən ötüp bolup andan berdi ekan. Dadam gül-giyah, dal-daraq östürüşkə erismən adam edi. Uyimizning aldı arqasidagi boş yerlarga xilma-xil gül, osma, xena degandek narsalarni terib etadi. Dadam bog'dagi mevlik daraxtlarni ko'ngil qo'yib parvish qiladi. Uyimizning oldidagi cho'ng omutliq bog' bo'lib, nada sorti yaxshi yoki az uchraydigan mevlik daraxt bo'lsa, akaldirib beg'imizga tikatdi. Shunga beg'imizdagi har xil mevlar o'zlarimizning qo'lim qo'shnilarning hojatidan eshib, qishicha uyimizdan ho'l, quruq yemish o'ksimaydi. Qishda uydagilardan qaysimiz zukamdab qalsak, dadam o'z qo'li bilan o'choqqa ko'k omut ko'mib yegizatdi. Issiqora chiqib turadigan, lekin bir yerlari yanada muzdek, ta'mi chuchumal ko'k omut zukamga haqiqatan foyda qiladi. Men burnimdan sal-pal suv eqib qolsala, ko'mgan ko'k omut yeyman deb turib olatdim. Chiroyi qaramtul qizg'uch, cho'nqur ko'zlik, qanşarliq kelgan ko'ngilchak dadam hech qachon meni umidsiz qoldirmaydi. U bir yerlarga borsa, hech kimni unutib qolmay, hammaylanga sovg'atliq elib keladi. Bo'libmi menga alayda chiroyli raxtlarni, kiyimlarni elib keladi. Qiz bola emasmi? Qiz bolaning ko'ngli kiyim bilan o'sidi, deydi. Uyda kala qo'y so'yganda yeliklarni atayidan elib qo'yib, chashliq bo'lsin deb bekar vaqtlarida chechimga chepib qo'yadi. Darvaqa mening chechim ot qilidek yirik ham uzun. O'sgan chechimni o'rib qo'ysa, yo'g'on 2 o'rim bo'ladi. Sal cho'ng bo'lib ahlimga kelsam, anam kasaljon ekan. U to'la og'rib qoladi. Bargan seri yadab bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan edi. Davomliq maqdursizlikdan qilmoqchi bo'lgan ishlarini qilolmayotganligidan zarlanadi. Ukam ikkimizni quchoqlab, "Bolalarim texi kichik edi. Mendan keyin qolsa, qandaqmi qilar? Kimlarning qo'liga qolar?" deb ko'zlaridan yosh to'katdi. Mundaq chaqlarda ukam ikkimiz qo'rqqanimizdan onamizga mahkam esilib yig'laydik. Mening ko'z oldimga hammalarim aytib berdigan yetim qiz cho'chikidiki bag'ri tosh, hiyligar o'gay onalar keladi. Men o'gay onalarning hammasini nihoyat yomon ko'ratdim. Har oqshimi onam o'qitib qo'ygan oyatni o'qib, Xudodan onamning umrini uzun qilishni tilaydi. Anam kasaljon bo'lganlikdan hammalarim, qo'shni ayollar, ularning qizlari pat-pat kelib uy ishiga qarashadi. Arimxon achammi cho'ng bo'lib, ashtamoqning hudisidan chiqqudek bo'lib qolgan edi. Arimxon acham so'zlab turadigan, chaqqan, sal ishtli qiz edi. Uydagilar toza xafa bo'lib turganda biror eg'iz gap yoki biror ish bilan hammalarni kuldirib, xafalikni unutildiradi. Bizning mahallada cho'nglar qaysi uyning mo'risidan tutun chiqiradigan deb purab yuridi deyishadigan bir mollam bor edi. Degandek, qachonki yaxshiroq tamoqqa qopsaq, xuddi bir kim xabar qilib qo'ygandek, "Assalomu alaykum" deb salomning cho'ngini qilib kirib keladi va to'xtamay gap setib, toki oldiga tamoq kelgicha o'ltiradi. Tamoqni yeb bo'lib chiqib ketmay, yana xeyli uzoq namadonlik qiladi. Biror kim oldidan qo'pib neri ketsa, "Mening gapimni anglamadi" deb xafa bo'ladi.
Onun qılıqlarından hammamiz jaq toygan edik. Bir qitim mollam yana kirib gap satqıl turdi. Halime acım onun arkasida gaplarını berilip anlagan qiyafetde beşini çökürüp olturdu. Tamaq pişqanda acım mollamның qoluğa su berdi. Mollam tamaqni iştiha bilen yep vazna seytini tügütüp orundan qopulgan çaqda nemişqidir turalmay yiqilib düşdü. İkinci qitim uzun çapınının pəşlərini tartıb küçəb orundan qopub edi. Supuğa selingan yoğan bir parça ah kegizini sörəb qopdu və yana yiqildi. Dadam, bu nemi gap? Dep mollamның qeşiğe bassa, onun uzun çapınının arkası kegizge yömep tikib etilgen iken. Dadam acamni tıllıgan bolup, özünü tutalmayı külüp ketdi. Biz mi külüştük? Mollam qızırıp, tatırıp, ya külüşünü, ya xapı boluşunu bilmey çıkıp ketdi. Ve şonundan keyin bizning öy tarafga yo'lamaydigan bo'ldi. Shu chaqdagi ancha-muncha qo'l ilkida bor kishilarga o'xshash dadamningmi hash qilish orzusi kuchli edi. U qasnaqdagi tag'ar bug'doy, qo'noq, paxtalarni, tog'dagi qo'ylarni Qashqarga opirib, tillalarga tegishib keladi. Sap-seriq parqirab turadigan tillani uzun mata xaltaga selib, hech kim bilmaydigan yerga tiqib saqlaydi. Patpatla uyda kishilar yo'qchaqlarda qon tari badiliga kelgan bu tillalarni supidagi kigiz ustiga serib tushirib, bir-birlab sanaydi. Yana azroq kema bor. Xudoyim buyursa, kelar yili parzni ado qilib etarman deb armon qiladi. Dadamning yenida supi ustida chechilib turgan oltin tangilarga qarab o'ltirganimda cho'nglar so'zlab berdigan hash safari haqidagi ajoyib, g'aroyib ko'rinishlar ko'z oldimga keladi. Dada, Sho'r daryosi Ko'san daryosichilik kelamdi deb so'raydim. Dadam kulib ketdi. Oningdan cho'ng, qirg'iqiga ko'z yetmaydi. Yo'g'on kema bilan 40 kech kunduzda neriqi qirg'oqqa chiqadigan gap. Texi kemada gunohliq ishlarni qilgan tahoratsiz odamlarni beliqlar yeb ketadi, deydi. İçimde qo'rqib tursammi? Dada, meni bu billa elib boramsan? deb so'raydim. O'g'il bola bo'lgan bo'lsang, billa elib boratdim, deydi dadam. Dada, qiz bolalar haramga borsa nemish bo'lmaydi? deb so'raydim dadamdan. Qiz bola degan ojiz, cho'ng bo'lganda aka-ukalari bilan billa borsa bo'ladi. Dada, qiz bola nemishqa ojiz? Dadam menga oddiy tillar bilan tushuntirib yig'lab turib oladim. Yo'q, men qiz bola bo'lmayman. O zamonlarda qiz bola emas deydigan qarash nihoyat ig'ir edi. Jamiyatda emas, oiladami ayollarning hech qancha o'rni bo'lmaydi. Shu chaqning qonuni bo'yicha qiz bolaning ota-onasining pul meliga varislik qilish huquqi yo'q edi. Har qancha boy oila bo'lsa-mu, o'g'li bo'lmasa, mal dunyosi qizlarga miros qoldirilmay, har bir tuqqanlarga yoki ularning o'g'il farzandlariga qoldiriladi. Shu sababdan o'g'illari jiq oilalar o'zlarini cho'ng tutib, boshqalarni xohlagancha bo'zaq qiladigan, xalqlarning yer suvlarini egilib oladigan ishlari bo'lib turadi. Enimning tug'ilishi ota-onamga zo'r tasalli bo'lgan bo'lsa-mu, u texi kichik edi.
Dadam gerçi jahan ko'rgan, qo'l ilikida bor odam bo'lsa-mu, yanala yavaş, aq ko'ngil dehqon edi. Şuna ba'zida boshqalarning bo'zaq qilishiga uchrab turadi. Mundaq chaqlarda Salimixon o'g'il bola bo'lib qolgan bo'lsa shu deb ketadi. Dada, mana men sening o'g'ling. Men cho'ng bo'lsam, seni onamni va ukamni hech kimga bo'zaq qildirmayman, deydi. Dadam xo'sh bo'lib, o'g'il bolada qizim emasmi sen? deb erkiltadi. Şuna xeyli kichik vaqtlarimdan tartibla o'zimni o'g'il boladek his qilatdim. O'g'il bolalar bilan o'ynaydim. Dadamga chiroyli sarpush tomoq oldirib, beshimga patmay turadigan chochlarimni tomoq ostiga tiqib, uzun chopinimning ustidan belimni belbaq bilan bog'lab yuratdim. Kichkimdan tartibla dadam etining oldiga mingashtirib o'rgatgachga ot minishni yaxshi ko'ratdim. Mijoz qiziqishlarimning o'g'il bolaga o'xshaydiganligini biladigan kishilar meni Talibxonning o'g'li deyishadi. Men bundaq gaplardan faxrlanatdim. Odatda qiz bolalar madrasaga bormaydi. Men 5-6 yoshga kirganda o'g'il bolalar bilan madrasaga berib, savoq ilishga boshladim. Savoqlarimni hammadan burun o'rganib bo'lg'ashqa, ustozlarim meni o'ttirg'a chiqib, boshqalarga o'rgatishga qo'yatdi. Men xo'shallik bilan o'ttirg'a chiqib, o'zimdan xeyli cho'ng o'g'il savoqdoshlarimga savoq o'rgatdim. Shu yillari, ya'ni 1932-yil bo'lsa kerak, dadam hash qilib qaytdi. Uydagilar va qulim qo'shnilar u elib kelgan xo'rmini talishib, e'tiborlab yeyishdi. Qapoqda uzun turib, ta'mi boshqacha bo'lib qolgan zamzam suyini talishib bir yutumdan ichishdi. Bichora onamning dadam elib kelgan ig'ijim ro'moli bilan kiyimlik raxtlarni ishlatmay, Salimixon cho'ng bo'lsa asqatudi deb oyab sanduqqa selib qo'yg'ini esimdi. Shu chaqda ikki ish menda eng qattiq ta'sir qoldirgan edi. Biri dadamning kabini tavab qilayotganda kimning etini to'g'lab qo'ysa, shuningga hash qilish nasib bo'ladi deydigan gap bor. Men Salimixon bilan Turdaxonning ismini to'g'lab qo'ydim degan. Yana biri dadam arab ellaridan olg'ash kelgan bir jup shotut edi. Dadam ularni chiroyli qafasga solab, peshayvonga esib qo'yatdi. Eshik g'ichildab echilib, sirtdan birsi kirib kelsila, shotutlar "Mehmon keldi" deb sayrashadi. Mahalladagi ushoq bolalarla emas, cho'nglarmi qafasning atrofiga o'lishib elib, bu ajoyib rangdor karomatli qushni tomosha qilishadi. Dadam intayin tejashlik kun o'tkazadigan, rahat farog'atga berilmaydigan odam edi. Isrofchilik, badxashlikni shu qadar yomon oladiki, hatto ba'zida o'zigami intayin bexillik, rahimsizlik qiladi. Lekin pul molning ko'ziga qaramaydigan vaqtlarimi bo'ladi. Savtakam beqibatgan qo'ylar har xil sabablar tufaylidan ziyon zahmatga uchrab ketsa, bu Xudoning irodasi. Bog'dagi yal yemishmi bir yili bak bo'lsa, bir yili bo'lmay qoladi. Uning ustiga bog'vanningmi o'ziga tushliq nafsi, rizqi bo'ladi. Mol beqishmi shundoq bir ish deb qo'yadi. Dadam shundoq tejashlikdagi tufaylidan bo'lsa kerak, hash qilishga yiqqan tillalarning yerimini degidek oshirib kelgan ekan. Shunga u kelibla bu pulning bir qismiga mahalladagi masjid bilan madrasani yangilab soldirdi.
İşik aldığa yenidən köl çaptırdı. Aşqыныğa yana azraq pul qoşup, balalarım çoğ bolup qaldı, dep öyni yengilap selişqe tutuş qaldı. Kiçiklikimdin mikin, yeni öy mağa şonçalik çoğ, to'g'risi şonçalik egiz ko'rinadi. Qaznaq ombarlarımı keng taşa edi. Yeni öyge köçüp uzaq ötmeyla, anam vafat boldu. Anam vafat bolup, arqıdilla yana bir baxtsizlik yüz berdi. Bir gün akşamı bir tuqqunimizning balası bir narsa so'rab kirdi. O narsa qaznaqdiki cho'ng kat sanduqning ichida bo'lganligi uchun dadam enimni elib chiqib berishga buyurdi. Dadam enimni elib chiqib berishga buyurdi. Enim panari chirog'ini yondirib, tuqqunimizning balasi bilan kirib ketdi-yu, ayol o'tmay ikkilisi qaznaqqa o't ketdi deb alaqsada bo'lib yugurishib chiqdi. Aslida lozimliq narsani axtirib etib, fukamning qo'lidagi panar kat sanduqqa tushib ketibdi. İçidagi kirsin paxtaga to'kilib, hashpashdigicha o't hamma yerni qoplabdi. O't kechicha atsimi bir vaqtlargacha ko'ydi. Az bir qism narsalarni elib chiqib olgan bo'lsaqmi, ko'p qism narsalar, bo'libmi ambar, qaznaqdagi ashliq paxtalar öy bilan tang ko'yib kulga aylandi. Tuqqunimizning balasi qo'rqib bir necha kungacha ko'rinmay yurdi. Ammo dadam kulib qo'yib, bu mu Xudoning taqdiri. Aslida mushu o'yni salmaydigan ishdi. Ajga atgan pulni sadiqiga ishlatmay öy selib alganimni Xudo qabul ko'rmadi. Elimi balalarim bilan o'zimning hayot qolganimga shukri deb kichikkina bir ishdak o'tkazib o'tgan edi. Keyingi bir mezgilni tuqqanlarning uyida o'tkazdik. Dadam sal o'zini o'ngshib elib, 3-qitim uy saldi. Salgandimi Qashqardan eng dangliq ustalarni akeldirib, yeza nahiya tavasida oz uchraydigan qilib saldi. Uylarning ko'rkam ozodligi, yenicha ishik derazlari, tam to'g'ris ishik deraza tövriklariga uyulgan ajoyib gul naqshlar, uyuqlar, peshayvon agmisi va uyuqlarning ustida to'rdak sangilab turadigan to'qilma naqshlar ko'rganlik kishini hayron qoldiradi. Dadam bu uyni bizni balalarini deb soldirgan edi. Ammo bu uyning keyingi vaqtlarda balalarning beshiga naqadar echinishli qismatlarni keltirdiganligini o'ylabmi baxmagan bo'lg'aydi. Aradan nurg'un yillari o'tganda, ya'ni 1964-yili Tövenki To'nliq kentiga sotsialistik ta'lim-tarbiya xizmatiga tushgan xizmat atirtining bir mas'uli o'rilib 3dan birimi qolmagan ashu uyni ko'rib qoladi. O tam to'g'ris ishik deraza peshayvonlarga sinchilab qarab ixtiyorsiz hayron qoladi va atrofdagilardan "Poh, bu yerda mushundaq uylarmi bor ekan, ha? Bu kimning uylari?" deb so'raydi. Mush yerda o'tgan Talib hojim degan kishining. Talib hojimning tarkibi qandoq ayrilgan? O'ttiri dehqon deb. O'ttiri dehqon boshliq so'zibgina shundoq deb so'raydi. Aradan uzoq o'tmay Talib hojimning tarkibi to'rdan tushib qolgan pomishga o'zgaradi. Bularning hammasi keyingi ishlar. Men yanala dadam hash qilib kelgan ashu yillarga qaytdim.
Ma'qul emisse bugün mushunchalik o'qiyli, davomini kelar qaytim o'qib beraman. İlgirimi bu haqda bir ta'kidlab o'tgandim. Ya'ni dаңlıq yazğıçımız Abdushukur Muhammad Eminning "Men va mening xalqim" degan asarni o'qigan vaqtimizda biografiya xarakteridagi aslimlar orqali biz haqiqatan shu davrdagi ijtimoiy sharoit, siyosiy sharoitlardan yaxshi vaqt bo'la olamiz. Afsus bizning dаңlıq yazğıçılarımız o'zlarining biografiyalarini tafsili yezib qoldirmagan. Şuna man mushundaq asarlar orqali yazğıçılarımızninki kashmishlaridan azur ko'pdir xabardor bo'la olamiz. Ma'qul emsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Omon bo'laylik. Xayr xush. Peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, c'est moi.